Rostini aytganda, har bir xonadonda shunday texnika bo'lishi kerakki, u nafaqat ovqat tayyorlasin, balki vaqtingizni ham tejasin. Ideal M5002 mini pech aynan shunday qulay va aqlli yechimlardan biri. Bir qarashdayoq avval uning dizayniga ko'z tashlanadi. Ixcham, zamonaviy va har qanday oshxona interyeriga oson moslashadi. Lekin eng muhimi tashqi ko'rinishi emas, balki uning imkoniyatlaridir. Avvalo, 50 litrlik hajm bu mini pech uchun juda yaxshi ko'rsatkich. Ya'ni siz nafaqat oz miqdordagi taomlarni, balki kattaroq pishiriqlar, pitsa yoki tovuqni ham bemalol tayyorlay olasiz. Shu bilan birga u 300 gradus Selsigacha qiziydi. Bu esa tez va sifatli pishirish degani. Yana bir muhim jihati 3 xil isitish rejimi. Bu sizga taom turiga qarab to'g'ri rejim tanlash imkonini beradi. Masalan, bir vaqtning o'zida ham pastki, ham yuqori terlarni ishlatish orqali taomni bir maromda pishira olasiz. Albatta, bu yerda turbo motor ham bor. Bu nima degani? Issiqlik pech ichida bir tekisda tarqaladi. Natijada taom har tomonidan bir xil bo'lib pishadi. Qo'shimcha qulaylik sifatida 90 daqiqalik taymer va avtomatik o'chirish funksiyasi mavjud. Ya'ni siz pechni yoqib, o'z ishlaringizni bemalol qilaverasiz. Vaqt bo'lganda esa pechning o'zi o'chadi. 2 qavatli shisha oynali eshik esa issiqlikni ushlab turadi va xavfsizlikni ta'minlaydi. Yorug'lik indikatori esa pech ishlayotganini aniq ko'rsatib turadi. Texnik tomondan qaraganda umumiy quvvati 1.4 kilovat bo'lib, yetarlicha kuchli va shu bilan birga tejamkor hisoblanadi. Ixcham o'lchami esa uni hatto kichik oshxonalar uchun ham ideal qiladi. Xulosa qilib aytganda, Ideal M5002 bu oddiy mini pech emas. Bu tezlik, qulaylik va ishonchni birlashtirgan zamonaviy yordamchi. Agarda siz ixcham, lekin kuchli mini pech qidirib yurgan bo'lsangiz, bu model siz uchun juda mos keladi. Ideal, sifat va ishonchlilik kafolati.